أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين آمين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: قال والباطل لا يفيد الملك. Biz o'tganki darsda fasidning ta'rifini qilgan va hukmini bayon qildik. Endi hozir batilning hukmini bayon qilyapti. Biz batilni ta'rif qilgan vaqtimizda, Hanifi mazhabning istilohida muomalatda fasiddan farqliq. Batil deganimiz ma lam yushra bi aslihi va la wasfihi. Buni hech qanday bir asar natija olib chiqmaydi degan. Batil degan lug'at ma'nosida bika, inovatsiz, kuchga ega emas degan ma'noda. Li'anna al-batila huwa al-khali 'an al-gharadi wal foyda. Ya'ni maqsad ado bo'lmaydigan, foydasi yo'q. Hatto bandaning maqsadi ado bo'ladigan bo'lsa-mu, shariat haqqi ado bo'lmaydigan bo'lg'achqa yanada foydasiz hisoblanadi. Chunki batil aqd qilganlar ba'zida bizga foydali, biz rozi deb turadigan ahvol bor. Lekin bu natijada ziyonli bo'lg'achqa yoki maqsad ado qilmaydigan bo'lg'achqa yoki shariatning haqqi dafsanni qiladigan bo'lg'achqa bu yanada foydasiz bo'ldi. Shariatni e'tirof qilmagan bo'lg'achqa. Ya'ni natijada buning odatga normal savdodan ko'zlangan natija qo'lga kelmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun. Bu rad qilindi, bika, inovatsiz, kuchga ega emas degan. Bayl batilmi shariat ko'rsatgan bo'yicha bo'lmaydi. Undan rad qilinib ketadi. Xuddi hech bo'lmagandekla. Hech qanday natija kelib chiqmaydi. Yani bu şunda nima uchun ya bu foydaliqda yoki biz rozi deb tursumu bu bika, bu inovatsiz deymiz. Nima uchun deyachada buningda ta'abbudiy ma'nosi bor. Biz buning ziyonliligini, xatarlikligini aniqlamay qolsaqmi, bu bizga foydaliqda bu so'zlasak bo'ldi degan bilan Alloh taolo mushuni qilmaysa kuchga ega emas degandan kuchga emas. Qancha biz beshimizni yoki ursaqmi, bu yerda bosh ustiga deb qabul qilish lozim. Bu ma'qulul ma'no olib, ziyonliq degan mazmun bizning qalbimizga o'tadigan bo'lsin, o'tmaydigan bo'lsin, ta'abbud ma'nosi bor. Biz buning ziyonliqligini tushunmasakmi, Alloh taolo ziyonli bo'lmaydi, kuchga emas debdi deb inovatsiz deb. Bayl batil bilan bayl fasidningki azroq farqi, bayl batilga aslida yo'q narsa. Faqat yo'q. Bayl fasid bo'lib qolsa, endi qabdullar mulklab qoldi bu deb qazoxunning ya ishkelanning bir tarafi inovatsiz qilma, bika qilmanisi qilib o'taradi. Lekin bayl batilchi inovatsiz qilmanda bika qilish uchun tegib bir narsa yo'q. Yani bika qilgan narsa yo'q. Keyin masalan, ma'lum so'zlardan ma'qul inovatlik qilaymışını deb, ashadamning so'zlar inovatlik qilib ya qazoxning kuchga qilay deydigan bo'lsa-mu, bika. Chunki boshqa bir narsa bo'lsa-da, ondan kuchga ega qildik desa, ash hisob bo'lsin, hisob bo'ldi. Asli bu narsa yo'q tegdi. Lekin bayl batil manda shakldan bo'lib so'zlashgandek bir ish bo'lgan ko'rinishda. Biz so'zlashdik deb turoladi. So'zi qilgandek bir ko'rinish bor. Ko'rinish bo'lgandan buning ba'zi bir natijalari bor. Asli bayl batilning hech qanday natijasi yo'q. La yatarattaba alayhi ayyi athar. Lekin ko'rinishi bir so'dadek bir narsa bo'lg'achqa ya so'da qildik deb o'ylab qolg'achqa uning ba'zi bir ahkomlari bor. Masalan, buning ahkomlaridan birisi har kim o'zining narsasini qaytarib olish lozim. At-tarad deydi. Bir-biri o'zining narsasini qaytarib olishdi. Yani kallam yo'q. Mushu bir hukmandi yoki asari. Shu bayl batilning athar. Masalan, bir qo'yni sotib olgan bo'lsa, keyin u qo'y birini qo'zilgan bo'lsa, shu qo'z bilan birga qaytaradigan gap. Masalan, nima muttasil bo'lsin, munfasil bo'lsin, birga qaytaradigan gap. Chunki u asli kimning mulkida, egasining ketdi. Bayl fasidda qabdi qilib, boshqalarga setib olsa, hiba qilib olsa, u tasarruf kuchga ega dedi. Bayl batilda kuchga ega emas. Chunki u o'zining mulki emas, nima?
boshqaning mulkini bulab olgandek bir ahvol. Shunga boshqalarga setib bo'lgandan desam, qaytiraman deb qaytirib. U so'zni bekor qilibmiz, qaytirib deb asligizga qaytadi. Agar tovarni bay'al botilda ishlatayotgan, buzayotgan bo'lsa, uni qimmatini, mislini qaytirish lozim. Yana bir natijasi bir sodada bir necha narsani sotib olgan bo'lsa, bay'al botil qilib, bu Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhining nazarida parchalanmaydi. Masalan, bir taqa oshliq bilan 100 kilo tapning go'shtini sotyapti deydilar. Billah. Ikisini shunday. Ma'ni pul deb ikkisini ba'zi ayirsin. Imom Abu Hanifaning nazarida bir soda qildimi, bu bir sodaninki bir qismi halol tegiladigan soda, bir qismi harom sodami. Undan keyin hammasi bekor. Yo'q, ma o'lagining go'shti botilda bu qapqasini nasiz olsin, ma ashliqni satqimiz hisob bo'lsin, buni pul manch qildi desa, uni bakar. Hamma so'z butunlay bakar. Uni qaytirib deb qanday qilan gap? Ashliqni yolg'iz sotib oladi. Sohiban buni ayiradi. Bay'al botilni to'g'ri qilib tuzilolmaydi. Asli tegdin yo'q bo'lgan ekan. Lekin bay'al fasidni remont qilib o'ng'il bo'ldi. Mumkin. Bu bay'al fasid bilan botilning ba'zi farqlari. Bay'al botil deganimiz masalan buning suratlari jiqtidiqqa bay'al mayta val khamr val khinzir degandek, bay'al ma'dum degandek botil so'dilar. Qala val botil deganda qala deganning damiri kam deb qolgan. Ma ixtiyor degan qatnash qildi. Qala val botil la yufidul mulk. As-so'zni degan kishi kam. Qala al-qail, man al-qail? Al-musannif fil muxtar. Muallif hozir o'zining kitobini sharhladi. Al-Muxtar degan kitobini o'zi sharhladi. Xuddi Mirg'inani o'zining Bidoya degan kitobini Hidoya deganda sharhlagandeklar. Ya'ni qultu fil Muxtar deganga o'xshash. O'zini muallif bunda da'vati degan tariqada bunda tushundi. Qala wa yakunu amanatan fi yadihi yahliku bighayri shay'in wa hada 'inda Abi Hanifa rahimahullah. ويكون المبيع في البيع الباطل أمانة في يده في يد المشتري. بس هود degan narsa yo'q. Xuddi sizlar so'mkani unutib qolib ketgan bo'lsa, men so'mkalarni olib qo'ygandek. Amonat saqlab qo'ygandek. Kasb bermanda. So'd degan narsa yo'q bu. Yahliku bi g'ayri shay. Agar saqlab qo'ygan kishi ta'addi qilsa, uni to'lamaydi deydi. Ya'ni halak qilib ketib qolsa la yadmanuhu bi shay demiş. Halak olib ketdi. Uni qarshiligi yo'q. To'lab turadigan shu. Lekin ta'addi qilsa, o'sha to'laydi. Xuddi bir omonatga o'xshash. Men saqlab qo'ysizlar desa, bu odam obdan saqlab tursimi, bulansin biz tatbiq qilib qolsa, to'lamaydi. Lekin tashlab qo'yib, namoz o'qilay ya tartib qilaydi, tashlab o'rab ketgan bo'lsa to'laydi. Bu Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhining qarashi. Va indahuma عند الصاحبين يهلك بالقيمة يعني تليدو لأن البائع ما رضي بقبضه مجانا çünkü onu satqıcı setavağıçığa o qarşılıqsız bekar bervetişke razı bulmagan. Al-maqbud ala savm shira qiyas qildi o sahibini. Al-maqbud ala savm shira. Biz bunu burunda o'tgan. Al-maqbud ala savm shira degan gap biz baha talşatımız lazım. Bu telefonuna kıra manç pul biramla ya kim bular? Yani manç pul qatay kim bular? Bunda tutup bir o'g'ri qo'lanmoqchi bular akit qalsa bu to'lanmamdi. Al-maqbud ala savm shira to'lanibdi. Yani bu al-maqbud fil bay' al-batilmi? Ashunga o'xshash. Yani buni bir bedel elishga rozi bo'lgan bir savdo bo'lgan ekan. Aqalli taqdirda al-maqbud ala savm shiraga o'xshaydi. Shunga bu zoya bo'lib ketib qolsa, qimmatini to'lab berdi. Albatta, mushu masalada ulamo ittifoq bo'lgan var. Mush bay'al botilda qo'liga topshirib olgan tovar asli holda saq bo'lsa, qaytarish lozim. Egasi qaytarib berganga, shunami? Çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem alel yedi ma akhadat hatta tuaddi degan. Eğer setavağıçının qo'lida zoya olib ketib qolsa yoki aytma qilib qolsa, o'zi zoya qilib qolsa,
o'zi ayblik qilib qolsa, to'lab berish lozim. Aybning qimmatini to'lab berish lozim. Egisimi uni to'ltish haqqi bor. Undan keyin to'lab berishda misli o'lib qolsa, misli bo'lmasa qimmatini to'lab berdi. Agar setib oluvchi, ya'ni mushodin qilaman deb topshirib oluvchi buzib etmay, boshqa sababdan buzib ketib qolsa, Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayh to'lamaydi o'zi. Chunki bu omonatga o'xshash. Bu ahvolda qanday qildi? Setib oluvchi pulini do'konchidan qaytarib oladi va o tovarni to'lamaydi. Yani puldan qaytarib olib tovar bo'ldi ketdi. Bu tovar do'konchining mali, bu kishining qo'lida omonatda va hech qanday sababchi bo'lmasa-mu zayoqlab ketdi, bo'ldi ketdi. Undan keyin Imom Abu Hanifa mushu al-maqbud fil bay' al-fasid hukmi omonatning hukmi shu dedi. Muqassir bo'lib qolsa, mutaaddi bo'lsa to'laydi. Unda bo'lmasa to'lamaydi. Nima uchun degan chog'da mushu bay' batilda mushu aqd hisob emas, inovatsiz. Shunga bu qo'lga topshirib olish degan narsa do'konchining malning istining ruxsati bilan bo'lg'achqa nimani o'rgan oldi omonatni. Bunda tovarsinni tutib tursin, saqlab pas deganga o'xshash. Lekin ruxsat bo'lmasa g'asb qildi. Undan keyin bu yerda farq bay'al batil la yufidul mulka bil qabd. Fasidda yufidul mulka bil qabd. Wa lahu annahu lamma ba'a bima laysa bimalin. Abu Hanifa rahmatullohi alayhi dalili bu batil bir aqd qildi. Pul emas narsaga sotdi. Ba'a bimayta masalan. Va amarahu biqabdihi. Ma tapda satdim ma tovarni. Deb telefonni topshirib berdi. Tapni akasda. Shunama faqad radiya biqabdihi bighayri badalin mali. Endi o topshirib olmoqchi bo'lgan pul. Asli pul emas. Pul emas narsani topshirishga rozi bo'lgan ekan, bu qarshiliksiz ani topshirib berishga rozi bo'lgan bo'ldi. Bundan natijadan bo'ldi mubadalatu malin bi malin degan narsa yo'q. Mubadal degan narsa yo'q. Fala yadmanu kal muda'i. Bundan ekan setib oluvchi yoki shu malni qabd qilib turuvchi shu narsa ta'addi qilmasdan zarar ketib qolsa buni to'lmaydi. Xuddi omonat topshirilgan kishidek. Al-muda omonat topshirilgan kishi. Omonat topshirilgan kishi bexastalik qilib, obdan qo'ydimsa, zarar ketib qolsa to'laydi. Obdan qo'ydab tursimi, yo'qolib ketib qolsa yoki buzib ketsa, o'chaqda to'lamaydi. Shunga o'xshashlam qiyos qildi. قال وبيع الميتة والدم والخمر والخنزير والحر وأم الولد والمدبر والجمع بين حر وعبد وميتة وذكية باطل. يقردا البيع الباطل تعرف قلده وتوندك مثالlar البيع الباطل مثالları مثال بعد o'lib qolgan hayvonni tapni setish, qonni setish, aroqni setish, cho'shqini setish, hur insonni setish, umvolatni setish, mendan keyin qolsang sen hur degan mudabbarni setish, hur bilan pulni bir to'xtamda setish, o'lib qolgan hayvon bilan shar'iy bo'g'izlangan halol hayvonni bir to'xtamda setish, bular hammasi batildir. Batil bayanning misallaridir. Nima uchunsa bu yerda halol hozir mabiyada bo'ldi. Mabiyada halol bor. Am tafsiri bayon qilsa, ammal maytatu wad-damu wal-hurr fali'annaha laysat bu narsalar mal-mulk emas. Wal bay'u tamlik malin bi malin. Ilm setim degan bir tovarni bir tovarga almashtirishdi. Bu tovar degan narsa mavjud emas. Olimlar o'tirda bay'al mayta haramliqida ijmo var. Çünkü ayette hurmat alaykum maytatu ved-damu ve lahmul khinzir. Şunama İmam Abu Davud rivoyat qilgan sahih hadisda İmam Nawawi al-Majmu' degan kitobida sahih deb bog'lagan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday degan: "Innalloha idza harrama ala qaumin akla shay'in harrama alayhim thamanahu." Allah Taala
bir qavmga bir narsani yeyishni harom qilsa, uning pulini harom qilibdi. Yani İmam Bukhari rivayet eden hadiste Cabir ibn Abdullah radıyallahu anh'a ennehu semi'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام متفق عليه حديث هو حرام لأن علماء بيعه حرام. كان أبو جحيفة رضي الله عنه سيد البخاري رواية في حديثه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا ومؤكله ولعن المصورة. Bu naslının yani el-meyte ve dem bu naslının ki setilişinin haramlıqida icma var. İcmani İmam İbn Hajar ve ondan ilgari İmam İbn Munzirlar naql qilgan. Mecmu'l Fiqh İslami Hijriya 1909-yili qilgan yig'ilishda bunda qaror qilgan. وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورة 11 المنعقدة بمكة المكرمة سنة 1409 هجرية أن أخذ العوض عن الدم أو بيع الدم لا يجوز. قن ساسا يا قن أرن بدل آسا جائز ماس لأنه من المحرمات المنصوص عليها في القرآن الكريم مع الميتة ولحم الخنزير فلا يجوز بيعه وأخذ العوض عنه واستثنوا من ذلك حالات الضرورة إليه للأغراض الطبية. مثلا قن سلش üçün zürül bulab qaldı. Bikağa qan bir qadan tapqılı bolmadı. Qarasaq pulga setib alsaq ba. Bu çağda pulga setib olmaz. ولا يوجد من يتبرع إلا بعوض فإن الضرورات تبيح المحظورات بقدر ما ترفع الضرورة وعندئذ يحل للمشتري دفع العوض ويكون الإثم على الآخذ. Setvaçığa günah yok, satçığa günah buldu. Satmayı şunda başkaları var özü kanı belgen olsan da şu kanı ağır çıkarak bana bu ikram yolunda bir yapılan bozuluyor daha. Bu caiz. Muşu mecmuanın kararında şuna kelgan. ولا مانع من إعطاء المال على سبيل الهبة أو المكافأة تشجيعا على القيام بهذا الفعل الإنساني الخيري لأنه يكون من باب التبرعات لا من باب المعاوضات. Ciddi qan lazım bo'libdi, savobli qilgan deb yoshlar kelib qan berdimi? Qan bergan ekan bu bemorningki egisi qo'shilib ketib rahmat aytish yuzidan ya uni bir mehmon qilaydi-da yoki yanchiqqa pul sapqib rahmat deb yoki bir hadiya berdi. Ba'zi mayli deydi. Asli bular qan biray musulmonchi pul berasiz ya men mehmon qilib shaklashgan bo'lmagan ekan. U lillah qan bergan bo'lsa, u keyin rahmat aytish yuzidan qilsa mayli. Anda bo'lsam keyin qan birdiganlimi jiq chiqishi mumkin. Ya shunda rahmat aytdi bizga, ha? Unda bu tarafdan mayli deydi. Durust emas, lekin ay doktor xonada jiddiy qutqizishda qansirab ketyapti bo'lsa, qan sanmoqchi biz. Men qan uraysa, masalan, ya balasi ya akisi qan tuqqanlar qan uraysa qan tushmadi. Yo'lda uchragan kishi qan bergan bo'lsa, yo'q deb ketdi. Televizorda e'lon chiqarsak, bizga kamida jiddiy qan tepanlarsa, qan markazida qan bankisi deb ba'zi. Qan bankisida qan ekilinlar. Bir qaltisi mesela 400 gram desa, bu 5-600 koy, 1000 koy shunda bu. Shuni tonlatqida saqlagan qonni yugutib ekilgan gap. Bu chaqdan dururat uchun ash oyatdimi? Undida illa maqturtum ilay. Shuna dururat tubihul mahdurat dedi. Batıl sorular halak yapmışsa türütülür. Mesela meyte, yakında hamur halak kesimini El-meyte alakılık söylemeydi. Yani mesela o meyte hatıdığında nasıl o bütünler ya işittim bisikletten üyetti ona mesela. Oldu ki hatta söylemeydi. Lakin hamur Müslümanların olsa söylemeydi. Ehli zamanı olsa söylesin yapıldı. Cuma'nın yeni batıl sorularıyla mukayede vardı. Mesela az yerinde yok hamur. Adres için yeni
Ya kıymetini tutalım. Ya kıymetini dolaydı. Tüleşi olsa kıymetini dolaydı. Müslümanlar mal emas. Müslümanlar mal emas. Lekin meyta ahli zimmada mal emas. El-hamr vel-khinzir ahli zimmada mal. Erdemliğinden balı meytema. O da yiyitma. Ya meyta ahli zimmaning mal emas. El-hamr vel-khinzir ahli zimmaning mal. Şu yerda mana ayırıp ekeldi bunu. El-meyta ve-dem şunama vel-hur fel-yana leysa bimalin vel-bey' tamlik malin bimalin. Ve emma'l-hamr vel-khinzir fekezalike hamr vel-khinzir bu mal emas. Nima uchun? Biz musulmonlar buni mal deb e'tirof qilmaymiz. Lianna laysa bimal mana fi haqqina bizning haqqimizda fi haqqina yani fi haqqil muslimin fi haqqi jamaatil muslimin. Nega ahli zimmaning bir ton arqini tugasa to'laydi deyishim mumkin. Uni mol mulkini buzatgaysa. Musulmonning bir ton arqini tugasa to'lmaydi. Al-mayta deganimiz nima ko'rsatdi? Ya o'zligida o'lib qolgan, kesal va kazasatdan ya o'zi bo'g'ilib o'lib qoldi, yoki shar'iy bo'g'izlanmay boshqa bir shaklda o'ldirilgan. Masalan, kafirlar turli o'ldirilgan, og'zidan chizilgan zihni o'ldirishi mumkin, bo'g'ab o'ldirishi mumkin, yoki boshqa qinab o'ldirishi mumkin. Ashula maytani hukmida. O'zi o'lib qolgan, zaharlanib yoki bo'g'lab qilib bijadan chiqib ketib o'zini maytini o'tmadi. Lekin ta'bdamasan bir eshak o'lib qoldi. Buni set sharam dedi. Ammo chanab-chanablam o'zini ishlariga masalan yoki hayvon alaba so'g'an bo'lsa, yo'lbars shirliga bir vaqt foydalansa. Sotmay, foydalansa. Bo'ladi deydi ular. Chunki u yerda hozir setishni haram qilibdi. Pulni yeyishni haram qildi. O'lib qolgan hayvonning terisini sasi bo'lamdi, ashlangandan keyin sasi bo'lamdi. Yani bu vaziyatda ba'zi ulamolar masalan Muhitul Burhanining muallifi sasi bo'ladi degan. Ba'zilar bo'lmaydi. Bu maytning bir parchasi maytiga o'xshash deb qo'yadi. Hatta yeyishlarsa tenisidan menfaatni to'g'riliq. Lekin bu yerda hozir setish masalasi, shu menfaatni bilan setish tasarrufotlarini azroq farqlab deb qaragan bo'lar. Lekin shu maytining terisidan foydalanishmasini mahalli xilaf baynal ulamo. Hadis bor. Shu to'g'riliq yana ulamolar xilaf qaragan. Wa ammal khamru wal khinziru fakadalika. Bu shunda bizga nisbatan o'xshash buni satsa pulni haydasa haram. Aşu ayatda mı? Hürmet Allah'ıma tatuvaddamu ve lahmul khinzir. Ve kedalike ummul veledi vel mudabbaru. Ummul veledni biz neçqitim izohlab o'tdik. Xo'jayin dedikidan farzand ko'rgan bo'lsa, bu dedak ummul veled bo'lib ketdi. Xo'jayin vafot bo'lsa, hurligiga erishadi. Mudabbar bir qulga xo'jayini mendin kim qalsang sen hur degan bo'lsa, xo'jayin o'lib ketsa mudabbar azat o'lib ketdi. Ammo kitobda hurni sasi bo'lmaydi. Hur degan mol emas. Bu sertifikatdan emas. Ummul valadmi mol emas. Mudabbarmi mol emas. Buni sertifikatasi bo'lmaydi. لأنهم استحق العتق بأمر كائن لا محالة. Çünkü bu ikki tür bundan keyin ço'qim bo'lmoqchi bo'lgan bir ish bilan o'zining erkinligiga ilishib bo'lganlik. Erishish oldi turganlik. Fa ashbaha al-hur. Shu bu hur kishiga o'xshab qoldi. Hurni sasi bo'lmagandak, ummul valadni mudabbarni sasi bo'lmaydi. وأما الجمع بين حر وعبد وميتة وذكية bir so'dida ikki tovarni bir aqlam so'zlashgan bo'lsa, bu tovarning birisi bir hur kishi, birisi qul kishi bo'lgan bo'lsa, yoki o'zi o'lib qolgan bir toq, yana shar'iy bo'g'izlangan halol bir hayvon bo'lgan bo'lsa, bir aqlam so'da qildi. Bu batil. İmam Abu Hanife rahmetullohi alayhi nazarda shunama فَلِأَنَّ الصَّفَقَةَ وَاحِدَةٌ. Çünkü so'di bir. İmam Abu Hanife rahmetullohi alayhi buni batil deydi. Yani
Bunun her ikisinin bahasını ayrım tutuşkan bolsun yoki biraqlam pomlaplam so'da qilgan bolsun, baribir İmam Abu Hanifa buni ayırmaydi. Nima uchunki bu so'da bir. Bu so'daning o'zini ayni vaqtda yerimi batil, yerimi sahih deb bundan qilib bo'lmaydi. Shuning bilan hammasi biraqlam batil bo'lib ketadi. Nima uchun aytadi bu hur bilan mayta ikkisi malamas dedik-ku. Bu so'da daris kirmaydi bu. To'xtam daris kirmadi. Aslan tigidin bu so'da kirmadi. Nima uchun sharti topilmadi? Bu shart bo'lsa buning mal bo'lishdi. Bu mal bo'lmagan ekan, bu to'xtam daris kirmadi. Undan ekan bu so'dada al-khamr wal mayta mal emas. Setilgan narsaninki mal bo'lishi shart degan bir shart bor shunami? Bu shart yo'qlab qoldi. Undan ekan xuddi bu so'da nima deb iborat? Ma qullan ma halal qo'yni setilishi uchun ma hurlan ma o'lik hayvonni birga ilishing lozim deb ani shart qilib bog'lab qo'ygandek. Ma so'diga, to'g'ri bir so'diga xato bir shartni chetib qo'ygandek bir ahvol. Lekin bu batil bo'lib ketadi, deydi Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi. Qullan hurniki so'dasini qildi, lekin ayrim qismi batil ekan. Ya. Abdini ayrim qiz kuchiga keldi. Hurni ayrim qilsa kuchiga emas. Nega ikkisini billa nima qilsa? Masalan bir saqamit bilan yigil bo'lmagan sesqamni billa ya eshiktash yerimanda sesqilag'ini mushin billa olsangiz deb turasiz. Masalan buni biz olgandan cho'qimay ilg'ablab yoki tashlatmay chiqarib yigil bo'lmaydi. Bu mal emas. Shunga o'xshash bo'lgan. Ba'zi aholilarda o'sha turqini olsangiz ilg'ayman siyoq deb turoldi-ku, shuni yiqilish qoldi. Xuddi ani ilish uchun, saqna ilish uchun ma sesig'imni billa qetib olsa deb turgandek bir shay. Undan keyin bu batil bo'lib ketadi. Wal hurru wal maytatu la yadkhulan tahta al-aqd. Mana Yadım maliye. Bu mal olmagan ekan to'xtam dairasiga tigidan kirmaydi bu. Va mata batala fil ba'd qachoniki bu tovar deb qaralgan narsaning bir qismida bu shart yo'qlab ketsa va so'd batil bo'lib ketsa, batala fil kull hammasida batil bo'ldi. Al-hurr wal mayta batil bo'ldimi? Undan keyin al-abd va zakiyada batil bo'lib ketdi. Chunki to'xtam bir لأن الصفقة غير متجزئة. Çünkü bu so'dini unda parçalab, ma yerim qismi to'g'ri, yerim qismi batil deb ayrilmaydi. Bir tutash to'xtam bu. Va kadal jam'u bayna damnayn. Ahaduhuma khallun wal akhar khamrun. Yana bir so'dida ikki yog'och kupda qachlangan narsani so'dibdi. Bir yog'och kupda sirka bor ekan, bir yog'och kupda aroq bor ekan. Mushunga o'xshash. Ve matruk tasmiyati kelmayta. Al-maytaga o'xshaydigan bir narsa bor. Ya'ni bu mazhabning qarashida bu bo'lsa-mu, pishaq surgan chaqda qasdan bismillah akbar demay, qo'y bismillah akbar deslar bo'zat. Bu maytaga o'xshash. Lekin unutib qilib bo'zgan bo'lsa, uni yengil. Lekin qasdan bismillah akbar demaydan bo'zlasa kelmayta. Va la ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah alayhi. وإذا لم يكن الحر والميتة مالا لا يقابلهما شيء من الثمن. Hurlan maytani mal emasdi. Mal bo'lmaganken buning qarshiligida to'lgan pulning bir qismi bularni bo'lmanda yo'q. Fayabqal abdu va zakiyya majhulatu thaman. Natijada bu pul bilan shar'iy bo'g'izlangan halol mal ikkisi puli noma'lumdir. Masalan 10 ming ko'y badi, bir hur, bir abd ikkin so'zlash. Yoki bir tap bilan bir halol molni, bo'g'izlangan molni so'zlash desak, 2 ming ko'y ma, tapning 8 ming ko'y ma qo'yning digili bo'lmaydi. Halol qo'yning digili bo'lmaydi. Ularning kim bu yerda bu halol qo'yningki bahasi zot nech pul bekitib olmaydigan bahasi noma'lum shaklda qoldi. ولأن القبول في الحر والميتة شرط للبيع في العبد والذكية. Yani bir taraftan hurlan maytinin
sodisi bo'lishi xuddi to'g'ri soding bo'lishi shart bo'lgandek. Ma'noni olsang, undan ma'no olsan. Buni birga qilib olmasang, olmaysan. Biz bayatın degandek. Endi bir narsani shart turadi. Bu ses qonuni birga qilib olsang, saqonini olalaysiz. Bo'lmasa olmaysan deb biladi. Va annahu batil. Bundan keyin bu soda aşı insonga bir ziyonliq bir shartni qo'shimcha o'z ichiga oldimi? Lakin batil. Razı olsun batil. Haqqan lish-shara va ta'abbudan nefs. Bu razı oluşu ko'pincha ahvollarda e'tibor qilinmaydi. Jazodan ishkili taraf razılıq qiladi, zinani razılıq qilishida hesab emas. Wa qala Abu Yusuf va Muhammadun rahimahumallah in samma likul wahid minhuma thamanan jaza fil abd wa zakiyya. Sahiban tafsili bayon qilgan. Agar ash tovarning har birisiga bahoni ayrim bekitmay, qumlab bilan hammasining pulini qilgan bo'lsa, Imom Abu Hanifalar o'xshash joiz emas. Chunki safqa vahida. Agar har birisining bahosini ayrim bekitgan bo'lsa, ma o'lab qolgan hayvonning 2000 ko'y, ma o shar'iy bo'g'izlangandan keyin 8000 ko'y deb bekitgan bo'lsa, o'lag hayvonning batil bo'lib ketdi. Undan 5000 ko'y olmaydi, o'lag hayvonni olmaydi, 8000 ko'yni oladi, shar'iy bo'g'izlangan hayvonni birdi. Bu masalan ko'pincha ahvolda shu o'lab qolgan to'qilni o'tkazdigan aslida jiqish burdi. To'q firmasi to'q pishirib sotgan do'konlarga o'tkazishda bo'g'izlab shar'iy bo'g'izlab o'tirayotgan to'qili bor. Ondan birash kuzi, biramına yoki saltiga yoki bosh sababda issiqdan ko'p o'lib ketadi. Shuni mana shu qatorda o'tkazib o'tish mumkin. Sahiban ashuna ayrim baho bekitgan bo'lsa, shu to'g'ri soda hisob bo'ladi, xatosi hisob bo'lmaydi dedi. Fil abd va zakiyya hisob kal jam'i bayna ukhtihi va ajnabiyyatin fin nikah. Sahibanning dalili qiyosga. Xuddi masalan bir nikohda ikki ayolni olibdi. U ayolning birisi o'zining hamshirasi ekan. Ya bir qo'saq yoki imildash masalan. Birisi halol bo'lgan ayol ekan. Ikkalini nikohimga oldim dedi. Qanday nikohga oldi? Bunday ahvolda qanday oldi? Hamshirasining nikohi hisob emas. Ya ayolning nikohi hisob qildi. Bunda İmam Abu Hanifa ma'qul deydigan ham shuni nishani maqisalayi qilib dalil qilib keldi. Siz ma masalada ikkisini ayrim qilib ma'ni hisob qildi, ma'ni hisob qilmaydi degantingiz, ma'nodimi to'g'ri hisob qil, to'g'rimisi hisob qilmish ikkisini ayiramiz deb turadi. Mahram tutqunni unda ilish misol yo'q desakmi, lekin erva bir ayolni va eri yo'q aytaysiz bo'ldi, ayol ikki ayolni to'g'ri qilib chiqqanini oldim desa, ma'nosal yaqinroq. Eri ayolni olmaydi. U hisob emas. Yoki masalan bir Xitoyni bilan bir musulmon ayolni ikkidan to'g'ri chiqqanini oldim desa, u Xitoyni olmaydi. Musulmon olaydi. Xitoyning nikohi hisob emas deymiz. Chunki bu yerda batil bo'lash ay birisida. Birisi batil. Bu ham sahiban ajna qiyos qildi. Qulna biz sahibaning qiyosi qarta shunda raddiya beramizki, an-nikahu la yabtulu bish-shurutil mufsida. Nikoh degan fasid shart bilan bekor bo'lib ketmaydi. Nurg'un masalalarda Hanafi mazhabda an-nikoh la yabtuluha ash-shurutul fasida deb muayyanlashtirib ma'noda. La yabtul bish-shurutul fasida. Nikoh fasid shart bilan bekor bo'lmaydi. Qanday bo'ldi? Shartul fasidni nolga tanqilib nikohni sağlam deb ketaveramiz dedi. Masalan, qanday shart fasid? Nikoh qildi, lekin to'yliq elishmaymiz, berishmaymiz. Isqotul mahr qilib, ashuni shart qilib. Faqat to'yliq qilmayman, to'yliq bermayman deb nikoh qilsa, nikoh hisob bo'ladi, to'yliqni mahril misl bekitaveramiz. Bu to'yliq bekor ketmaydi. Yoki nikoh bo'ldi, seni qat'iman xarajat qilib bermayman, boqmayman, nafaqa bermayman deb nikoh qilgan bo'lsa, nikoh hisob nafaqa berish lozim. Va shunga o'xshash misol bor. Anda shart qilsa, masalan, Imom Zufar rahmatullohi alayhi dedi, sizni 15 kunlik oldim desa, oldim degina shariat uyg'un hisob 15 kunlik degan gap nolga tan.
Lakin 15 gün vaqtlik nikah degan narsa yo'q. Nikah qildim degan bo'lsa ketaverdi. Masalan, an-nikah la yabtulu bi-shurutil fasida. Endi siz akagan maqis alay nikah masalasida edi. Bu so'da o'xshamaydi. Wala kadalkal bay'. So'dada shurutul fasida bilan bekavatga ahvol bor. Undan keyin bunun farqi bo'ldi dedi. Ya'ni qiyasuka ma'al fariq demakchi. Abu Hanifa'nın bazı bu ictihadından bu endi şu şeriat ahkamlarini istiqro qilish orqali tahlil qilib degan so'z. Degan unda bir nas nima kelmagan. Mayit bilan zakiyani bir so'zlashsa bekor, unda hadis yo'q. Bekor asaydigan hadis yo'q. Degan unda qarab tahlil qilib bu bir butun narsa uni pajlab muomala qila olmaydi deb. bilan sharoit bozorlar narsani shubisini bir so'z qilmoqchi bo'lsa. Masalan, bundan misol beraylik sizga. Siz bir shimkashdan sotib oldilar. Ha? Sotib deb buning kashfini obdan kelishmi, kashfini Allohga desalar, o chaqda u pajlab sotmaymiz deydi. Ikkisini unda bilasiz. Buni kashfini sotib olsan, shimni kim oladi? Masalan, bu anda da bir yaqinroq misol. Ma'noda birisi zodi mal emas uni. Mal emas. Mal bo'lmagandan bu chaqda sizlar bütün so'dini bekor qilasizlar. Abu Hanifa'ning. Hani so'dini bütün bekor qilayotgandan keyin qanday qilish lozim? Mana shu saq narsani olsin bo'ldi desalar, ayrim do'konchiga hani yandirib bo'lgandan keyin bekor qilayotgandan keyin shu zakiyani nashpul satsiz deb shuni ham so'tishadi. O chaqda buni bahsini to'xtadi, ayrim satdi, chataq yo'q. Lekin bu zakiya bilan xuddi masalan bir do'konga kirsak, bir Xitoy 1 kilo go'sht olamiz desak, masalan, yoki Xitoyning do'konida ishlaydigan musulmon bo'lsin, 1 kilo qo'y go'shtiga 200 gram so'z go'shtini birga qetib turadigan ahvol bor ekan deydi. Butunlay bekor. O chaqda men 800 gram qo'y go'shtini oldim, 200 gram mani ammaytim dedigan unda parchalash. Zakiyani o'zini ayolni so'rashsa dunyoda masalan zakiyani o'zi 8000 ga 8000 ga so'ralgan sotdim. Maytini 2000 ga so'ralgan sotdim degan bo'lsa, ayolni ikki so'dildi. Ikki so'dada ixtilof yo'q. Har bir so'da to'g'ri bo'lsa to'g'ri bo'ldi, xato bo'lsa xato. İşte mal prens olsun tutturdular yine pay soğudan indirmeye soğudu. Ya ikki so'da shu ayrim qilsa demakchi. Lekin biroqlam qilsa Abu Hanifa bu so'da butunlay bekor. Abu Yusufla bu so'da butunlay bekor qachon ikkisini biroqlam ayrim baho bitmadan qo'mlab qilgan bo'lsa deydi. O'xshash Abu Hanifa bilan. Lekin ayrim so'da qilgan bo'lsa, va cho'shib go'shtining 200 grami manchpol, qo'y go'shtining 800 grami manchpol deb ikkisini yuzga olgan bo'lsa, u chaqda andin halol go'shtning so'dasi hisob bo'ldi. Lekin hisob bo'ldi desa, bu qo'y go'shtini oliblar, mana shuni oldim, men olmayman deb yandiritaveradi. Mana shu kunga bo'lsa, mana shu kunga bo'lsa deb qo'ldan bir tutgan bo'lsa, keyin bas bo'ladi. Ha, Abu Hanifa batil dedi. Yani ayrim baha bitmesin mutlak. Şirketin kılışkan bozulur. Bu ayrim söz münasebeti yok. Bu halal koyu go'shti sotib olsa jaiz, uni sotib qo'y. Lekin tatni sotib olsa u batil. Masalan, ikisini qo'shib qilganda endi ag'anchig'imizning niyatini ham qo'y go'shtini oldim deb asabimizda. Yo'q, u niyat bilan munosabat. Sizlar u niyat qilgan odam niyatni irzaki ifodalashlar, to'g'ri ifodalash lozim. Ha? Inna ju'ila kalam lima fil fuad dalillar degan bo'lgan ekan. Shariat yahkum bil-zohir vallohu yatawalla as-sarair. Shu ham bu so'da degan chaqda shu ko'ngildagi va shariatning qilgan joyida so'da qilish lozim. Endi shu ben zaruratdan sababini bog'langan. Qanday zarurat bo'lsa? Boshqasi alayisi yo'q. Mana shu ben bir talabdan bo'lsa Aşında ketib olmasa, aç qoldigan bo'lsa, birga setib oladi. Hani setib olgandan keyin cho'sh go'shtini tashlatib, qo'y go'shtini yeydi. Bo'lmasa, onun boshqa zarurat degan ham zarurat emas. Nayisa yashaydigan bo'lsa, zarurat bo'lmaydi. Masalan, haram so'da bo'ldi, haramdan so'qishgan bu deyapsiz. Ha, masalan, nurg' odamlar ishkirda Xitoyning ashqonlari yoki musulmonchida biz bu Xitoy ashqonida bu zarurat yo'q dedi. Ne zarurat var? Nay yesen ya tuxum yesen,
sen kökte değilsen bulduk o. Ülep kılıç var mı onun da? Yok. Darurat diyen dersi yok. Darurat diyen kişisel olarak bir dua şeyimsen, ülep kalan olsa, o çağda şu hayatını saklap kalıcı miktarda iyisi buldu diyor. Ya darurat yok. Bir bakım üyesi set olmak zorunda. Məlum miktarda üyesi spesifik değil yani bizim. Şu bakım ilgisi hem kilolarımızı satmak için. Şu aletten de hani o sesinin ağırlığı çıkan bir imkaniyet yok ayada. Teğnencaba yani bu kadar büyük tiplikmede kilolar var zamanında məlum miktarda kalkemene Sak çıkıdığan meyve ma'lum olsa, bu çağda sak mı soğudlaşsa, bu şu bağdaki sak çıkan meyveni, bu mançılar 2 tonna çıkıdı olmasın, manç bol, soğudlaşsa buldum. Lekin hemmine de soğudlaşsa müşterek gördü. Çünkü onun 2 tonna diyen sak meyve kim ilgap kelse 1 tonna kapkaz bu çağda cidel çıkıdan geldi. Biz ağırlık kadar kısa. Yaxşısını kabul yamanını kopuşup dürüst olmayınca da soğuduğunu teprekler. Sapkanı ayrışlar. Yani yakında bakkan kilisini kuşap sesini kuşap satıldı öyle kuşuyla. Ya o radi ilgili buldu. Lekin o bütünlüğü taşıdığım nima emas. Yani bazı narsa sal to'g'riroqlari, sal qo'rliqdag'ilari, manda olsa belli bir yutadigan bor, lekin voy deb tanlaydigan emas. Bunda olsa onu birli satadi. Mesela bak Çilan Avrupa'da Çilan'da normal bir sel vardı. Farklı selde. Bu ne ilgili olmakken ya eşkanda satın olmakken kim bu propagandayken fakat taşıp çıkı muhtaç ötkelendir. Şunu bir tepki alsa eğerde kilolar. Onunla şu la yedkhulu fil aqd aslan. Bu malamaz. Bu to'xtamga kirmaydi. Bazı bunda sorgul bulatida olsak, bulatgan sorgulni shu demek şuradan geldim. Bazı bir klipni günotimiz var. Muş klip taşlaymiz. To'g'ri chiqsa to'g'ri deymiz. To'g'ri bo'lmasa bekor deymiz. Qancha hammadan shunday muomala qilsin. Ayra chidandagi saqida 15 ga asiyada chechalarga bilan o'xshab qo'yib Ya qanday to'g'risi siqini so'zlashgan gap. Nashiri agar mal digili bo'lsa, mesela inson yemisimi, bu mal charviliga. Mesela ba'zi qo'g'illi var. Bunu vaşan qilib malga beradigan. Mal halab sifatida qimmati bor uni. Lekin inson yemaydi. Bunda bo'lsa mayli. Lekin faqat qimmati yo'q bo'lsa, tashlatmay shar yo'q bo'lsa, bu mal emas. Mal bo'lsa bo'ldi. Qala va bay'ul mukatabi batilun. Bay'ul mukatabi batildir. لأنه استحق جهة حرية وهو ثبوت يده على نفسه. Çünkü mukatap degan xo'jayin bilan erkinlik to'xtama qilgan qo'l. Yani 5 yil ichida har yili masalan 10 ming ko'ydi, 50 ming ko'y tepki kelib bersam, hurlikimga erishmaydi, to'xtamlashdi. Bu hurga o'xshash ko'chaga chiqib tijorat qilib, ilm setim qilib, boshqalarga savol salom berib qanda erkin kishi yashaganda yashaydi. Subut yedihi ala nefsi. Yani özünün erkinlikte ticaret kılıp yürüdü. Ve bu erkinlikki bir taraftan ilinlaşkan buldu. Yani tasarruf kılışı bu hürgü okşaş demek. İlla en yucizehu feyecuzu. Fakatla mukatap. Yani mukatap mı burun hocayin teyye bagınlıya kınıp kalın bolsa bu cemiyet çıkıp özü pul tapımanda nurgun Japan tatıp, kıyınçılık tatıp bu tersike hocayının teyyanısını yapıyasın bu olayda pişman kıpağın ahvalı bulup kalsa hocayının sizin setretayımı deyip kalsa makul deyip razı olsa yani bu kulluktan erkinlikke şunda ketirtip yani kim kul ulaşka razı olur. İlla nücizev bayıcı. Yani hocayının sizin setretayımı dese makul deyip razı olup kalsa setvesse caiz. Çünkü en bir hadiste el-mukatabu abdun ma baqiya aleyhi dirhem. Qarallik to'laydigan puldan bir tanga pul qolgan qadar bu qul. Qulluqdan ajranmagan bo'ldi. Lekin shu xo'jayin to'laydigan pulni tepish jarayonida hurga o'xshash tasarruf qildi degan. Lekin bu rozi bo'lib qolsa jaiz. Li'annahu idza ajazahu fakannahu ajjaza nafsahu. Çünkü o makul beni setvesi razı digini xuddi
men bu pulni to'layman deb bulanmadi degan bilan o'xshash. Fayaudu qinnan. Shu bilan asliga qarab qulga qaytadi. Qin degan mudabbar, mukatab va umullar deganda hech qanday sufat yo'q, qarab qul. Sufatsiz qul deylar. Fayajuz bay'uhu. Nonken bu rozi bo'lgandan mukataba degan nimasi buzilib ketdi hozir. Mukataba degan narsa yo'q. Shuning bilan odat qulga aylanib qolib, setishi joiz bo'ladi. Amshi rozi bo'lgani nimadan iborat bo'ldi? Mukataba to'xtamini bekor qilib o'tgandek bo'ldi. Mukatabani bekor qilib bo'ldi. Aslatini qaytay degandek bir ish. Shu hadisi Barira radhiyallohu anha. Shuningmi bu aslida Barira radhiyallohu anha Hazrat Aishaning qishiga mukataba qilgan aqsot nujum deymiz, nujum degan qarallik her yılda her ayda manç puldan xo'jayin to'laydigan pulga masalan 9 o'qiyaga mo bitishgandim shuning bir yordam qilgan bo'lsalar majlislikni to'lab olsam deb kelgan Hazrat Aishani qish. Qani Hazrat Aisha bu bijillikni to'lashga yordam qildi. Shunda ham azat qilayotmaymi deb keyin azat qilishga so'rashgan. Shu Barira radhiyallohu anha hadisda asli bu mukatabatdi. Barira ilgilari Hazrat Aishaga setibdi. Barira razı bo'ldi. Şundan bu so'zi joiz hadisning dalili. Asal Hanifi mazhabda shu bay'ul mukatab to'g'risida ikki xil rivoyat bor. Zohir rivoyatda joiz in radiya. Muhammad ibn Samaa, Imom Muhammad ibn Hasan Shaybanining bir navodir rivoyatda joiz emas degan. Lekin Hanifi mazhabda to'g'risi joiz degan qarash kitobda kelgan. Ba'zi ulamolar agar bu mukatabani setitish, ozod qilitish uchun bo'lsa, Barira radhiyallohu anhaning hadisidagidek joiz deydi. Barira radhiyallohu anhani Hazrat Aisha butunlay ozod qilitish uchun setib olgan va ozod qilib o'tgan. Shuni o'rib ketdi-ku. Ashunda bo'lsa joiz. Bu erkinlikni tezlashtiradigan ish. Agar unda bo'lmasa, qulluqqa qaytish joiz emas degandim bor. Yani o qulluqqa qaytishga rozi bo'lgan odam erkinlikka toza loyiq emasligidir da. Hazrat Barira ozod bo'lish uchun setilgan, lekin qulluqqa qaytish uchun ma'qul setilmasdan demagan. Zaman qala va bay'us samaki va at-tayr qabla saydihima. Yani ba'zi batil va fasid so'zlarning misollari bu. Deniz daryodagi baliqlarni setish, tutishdan burun, havoda uchayotgan yoki boshqa yerda tug'an uchar qushlarni setish, val abiqi xo'jayindan qochib ketgan qulni setish, xo'jayinni tutammagan qulni setish, val hamli hayvonning qo'sqidagi to'ralmani setish, val nataj degan qo'za sog'liqlab qolsa, u sog'liq dünya kelgandan keyin qo'zilaydigan qo'zisini setish. Val labani fi ad-dar' yelindagi sutni setish va sufi ala ad-dhahri hayvonning ustiga jonni setish va lahmi fi ash-shati tirik qo'yning go'shtini setish va jiz'an fi saqfin to'risda ishlatgan masalan ko'taga, xak, jag degan narsalar bor, shuni setish. Va thawban min thawbayni kiyimning ishkiraqning birisini setish, muayyanlashtirma ya. Masalan, men mashinalarning birini sotdim sizga. Yanfullarining birini sotdim degan. Bu qanday yanfun u? Qanday mashina? Muayyanlashtirma. Bu fasid. Fasid deyishda mushtoqning ba'zisi fasid, ba'zisi batil. Fasid desa umumiyatdan chataq degan ma'noda umumiyroq iborat surgan bo'lishi mumkin. Lekin har birisini hukmi tashrikkaz ba'zisining batil chiqadi, ba'zisining fasid chiqishi mumkin. Bu so'zda qarasanglar hammasida bir xil jaholat bor, majhullik. Uni tafsir olamda olamamdi, ehtimollar. Shunga bay'al g'arar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam naha an bay'al g'arar. Ashunda qarang'ulik, tavakkulchilik ehtimolli bo'lgan so'zini Rasululloh cheklagan. Yani tafsirli bayan qilsak, amma as-samaku wat-tayru fali adam al-milk. Yani şu deniz deryodagi baliqlar
osmondagi yoki o'rmonlikdagi uchar qushlar bu u kishining mulki emas. Mulki bo'lmaganidan mulki emas narsani xuddi bayamala yemlik degandek. ولو كان السمك مجتمعا في أجمة agar baliqlar bir kishi ko'lchakda yig'ilib qolgan bo'lsa ahvol qaraymiz. إن اجتمع بغير صنعه فلا يجوز لعدم الملك. u o'zligidan bir ko'lchakka qapchiga yakilib yig'ilib qolgan bo'lsa bu odam ataytin yani yasab uning og'zini itib qilmagan bo'lsa yana baribir joiz emas. وإن اجتمع بصنعه lekin shu kishi shu yanida yasab yoki og'zini to'sma qilib to'sildigan bir ishni qilgan bo'lsa in qadara ala akhdihi min g'ayri istiyadin jaza uni biliqni g'achchida iliblan xaridorga topshirib beradigan bo'lsa joiz. Lekin shu birda bir yana yasab keyin yana to'sab biliqni yig'ilgandan keyin lekin biliqni desa u biliqni tutaydi tutamay biliq qechib yurib tavsiye veremediğim bolsa caiz emas. Li'annahu malakahu ve yaqdiru ala taslimi. Yani onu ovuçuga o'xshash qo'llab yurib tutmasimi g'achilib beradigan bo'lsa, bu chog'da jaiz. Chunki bu mulki va topshirib beradi. Xuddi masalan bir chilakka baliqni tutib, chilakka 10 ta baliqni qachildiq-ku. Undan keyin xaridor qilsa tutlam appagi bo'ldi, bu mumkin. Yo'g'on bir son birdagi olsa, u baliqni ashuni tutaysa tutulib bo'lmaydi. Majhul. Mesela aşağı çift saatin tutuluşunu yapmaz. Bu majhul. Yoki masalan bir qatim to'g'ni tashlaymiz, bir qatim to'g'ni tashlash va shundan chiqqan baliq manchpol desa bo'lmaydi. Shu bir qatim to'g'ni tashlagancha bir tal baliq chiqamdi, 10 tal baliq chiqamdi, vallohi. Ba'zan bog'larga anjurlarga birdan bildirdan yeyişe qarab qo'yadilar. Bu joiz. Jahala yasira mimma yutasamahu bihi. Masalan sizlar pulluq hojatxonaga kirdilar. Beşmoçan ya bir koy. Ba'zida hozir 5 koyga ketgan bo'lishi mumkin. Turkiyada $20 kirdilar. Ha? Ana kirgan taqdirda siz birchilik suv ishlatib chiqamlar. Ya bir nogay suv ishlatib chiqamlar. O vallohi. Ana uni mimma yutasamah bihi. Yani musamahan qilgan ishlar. Elbette onu deyken anjurdan ve sıklaşanlardan. Ya mayli. Ama jiqib ketsam mayli deb rozi bo'lgan shaklda. Ya u mana imkani bi sun'ihi o'zi yasab, uni tayyorlab, qilgan bo'lsa, u mahsur narsa. Uni tutay desa, tuta oladi, mumkin. Lekin o'zi yasgan bo'lsa-mu, balki cho'nglab kelib tutamaydigan bo'lsa, topshirib bermaydigan bo'lsa bo'lmaydi. Valil mushtari xiyaru ru'ya. An bu sudagi baliqni setib oldi. Balki aniq ko'rdi, ya suvda aniq ko'rmadi, yoki suvda qarasimda yo'q ko'rinibdi, tutgandan keyin kichikroq bir baliq chiqdi, masalanda. Ana olsam, haqiqiy ko'rgandan keyin baliqni u chog'da aman hisob emas deyish haqqi bor, yana o'la haqqi bor. Xuddi ko'rgan narsani setib olsa, xiyaruya isbotlangan o'xshash. Biz xiyaruya babida buni bayon qilib bo'lgan. Va illam yaqdir alayhi illa bil istiyad la yajuz. U odatda o'zining mulkida emas, boshqa bir yer, dengiz, daryodan qo'g'lab tutib, o'lab tutgandek bunda tutib beradigan bo'lsa, joiz emas. Chunki tutanmasligi mumkin. Va ammal abiqu fa li'annahu la yaqdiru ala taslimi. Yani qishib ketgan qulni kelsak, bu qulni xo'jayini setib oluvchi xaridorga topshirib bermaydi. Qo'lda emas. La tabi' ma laysa indak degandek hadislar bor. Bu o'zining mulkida to'g'ri. İdacılığı şu adamın, lekin adi qo'lda yo'q. Taslim qilinmaydi. Hatta law 'ada al-abiqu jazil bay'. Endi sodini qilib, keyin arliqda tutanmagan chog'da sodini qilib, g'achchida bir soatga tutib qo'ygan mana desa joiz. Bu sodini to'g'ri qilishga bir yo'l chiqdi. Joiz bo'ldi. Va Muhammaddan annahu la yajuz. Muhammad rahmatullohi alayhi kelgan bir rivoyatda, navodir rivoyatda joiz emas. Çünkü hadiste la tabi maalesef degan bu sodni qilgan chog'da bamti yo'q, mutlaq yo'qdi. Matullikni pas qilgan bo'lgan, ijozati bor, ammo topshirishga qo'llanilgan maqsad pas etganlikda bor. Bel ma'lum batıl dairesi kirdi.
Hozir mushu abzasda misol qilgan misollar ba'zi va batil, ba'zi va fasid. İkisini aralashtirib ekan. Fasid degan umum bir doiraga kirgizdi. Muhammad rahmatullohi alayhi la yejuz, ya'ni qo'lda yo'q chaqda qulni qechib ketgan qulni setib, lekin g'achchi qaytgan chaqda mana deb bersa joiz emas. Nima uchun shu to'xtamlashgan chaqda qul vaqti yo'qmi? Yo'qda. Ya'ni inaqad bo'lgan chaqda inaqada fasidan. ولو باعه ممن زعم أنه عنده يجوز. Mesela birisi sizning qechib ketgan qul, hozir mening qulimda bor, men satamlar desa, buni ma'qul deb satsa, yejuz hisob bo'ldi. Kabay'al maghsub min al-ghasib. Ma tushunish bo'ldimi? Kabay'al maghsub min al-ghasib. Ya'ni lil-ghasib demakchi. وأما الحمل والنتاج فلنهيه صلى الله عليه وسلم عنه. قصقتك ترلمنا setish va qo'saqtiki qo'za sog'liq qilib tug'ilib, undan keyin qo'saq ko'tarib u qo'zilsa, shuning qo'zisini setish, qo'zining qo'zisini setish bu haqda aniq nahiy kelgan. Sahih Buxoriyda hadisda muttafaqun alayhi hadis naha an bay'i habalil habala. Qo'saqtiki qo'zining qo'zisini setishdan to'sgan. Rivoyat qilgan tabi'i shunda sharhlagan. Bu bayal majahil daris kirdim. O tishilab tug'ilgan qo'saqlar. Qo'saqda qo'z bormi yo'qmi? Undan keyin o tishilabni qo'ysa keyin qo'zilamamda Alloh alam. Va kaptan tuxum setishmasiz. Kaptanning tuxumini ko'p bo'lgan tuxumda mana chatash alayda mana. Bu tuxum bor, manch bo'l, chataq yo'q. Lekin bundan keyin o'sha tuxum quysa, bir tuxumni manch bo'ldi, ba'zi qiliqa xat to'shiydigan qo'sh kaptalari desa, buning naslini esildi, bu manda bir nima qildi deb, ashundan quyilgan tuxumini oldin so'lishga ashlar. Joiz emas, batil. Quyib bo'lgan tuxumdan ba'zilar bu quvasini bir qancha masalasi bu so'l eskisidan razı bo'lgan kim bor durust ekan. Ba'zilar bu tuxumdan tuxum oladi qo'yishdan ya tuxumning bozordagi qimmati egizpas bo'ldi. Masalan, tuxumini biz normal sotib olamiz. Lekin atsi baho o'sib ketsa, bir kilo sotib olamiz, 2 kilo sotib olamizmi? Yo'q, burunga bir kilo sotishing lozim demaymiz. Shunga o'xshash shu po'sh kaptirning tuxumi yoki market qo'yning qo'zisi, shunda qimmat bo'ladigan gap. Yani bu tuxum odamlar sen bu tuxum chiqib deysiz. Ya oldin da quyilgan tuxumni o'zi bo'lmaydi. Lekin tuxum bor oldimizda mana. Va kaptaning tuxumi bir tal manchol desa, so'zi to'g'ri. Tuxumning tuxumi o'xshash. Buni oldin pul o'tkazib qo'y, salom berish kirdi. Men aslama fallusi fiqayl ma'lum va zaman ilajil ma'lum dedi. Lekin oshini naq so'zlashsa pulni bir bilan oldim satdim desa bo'lmaydi. Salom berishda joiz. Va salam ma'nda odatga so'zdan o'xshamaydigan shaklda yo'l qo'yilgan. Va ammal labanu fid dar'i falil jahala. Endi yilindagi sutni setilish bo'lsa, buning ham majburlik bor. Balki unda sut bo'lmay isqon bo'lishi mumkin. Yoki jiq sut bor deb o'ylasa, oz sut bo'lishi mumkin. Vaqtilatul mabi'i bighayri ham satqan sutning setilmagan sut bilan aralashib ketish ehtimoli bor. Yani aralashib ketish aniq bo'ladi. Bunda sodini qiygan chaqda 5 litr sut bor desak, sig'digan chaq qadar bunda 20 litr sut olgan bo'lishi mumkin. Shuni buni siqqan chaqda o'zining mulki bilan setib olganini aralashib ketdi degan. Şunu keyin talash tartish qiladi. Buni sig'ib kelib o'qisa satquchi, bu to'qtislamda siz sutni sig'ib qilasiz. Ya da sut bog'i deb, shuna yerda yaqinmoqda ilishib qilgan gap. Mau aralashmagan uchun adamning rasmini bo'lmaydi. Majhul bo'lganligi bu haqqan lish-shar'. وأما الصوف على الظهر فالاختلاط المبيع بغيره. Hayvanın uçuştaki jonni so'zlasimi, bu setilgan tovar boshqa kishininki haqqi bilan aralashib ketdi. ولوقوع التنازع في موضع القطع بخلاف القصيد. Yana nadin qirqish masalasida talash kelib chiqdi. Bizsa shu shangimda shuni akilib bosh toza uy qirg'ildisa egiz qo'yib turolmay qolgan. Bu jiqqish ko'rdi edi.
So'lan sal ustidan qilsizlar deydi. Şerlesizler şunu. Ya şu qandag'imda. Endi size buni mishadin kesiz digilomsa, nurg'un asılsa. لأنه يمكن قلعه أن قصير degan مثلا arpa yoki shunda bida narsalar. Buni mesela kesib so'zlashtirib bo'ldi. Mesela talash tasib qolsa, julublar ilosimi maslahat bo'ldi. Lekin bu qo'yning yoki tugining jonlarini bizning unda julub unda olmaydi. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الصوف على ظهر الغنم وعن لبن في درع وسمن في لبن. رسول الله صلى الله عليه وسلم hadisida Rasulullah qo'yning ustidagi jo'nni setishdan, yelindagi sutni setishdan, sutga qaymoq yoki sariq mayni setishdan to'sqan. Bu mavquf va mursal va marfu' rivoyat qilingan. Mursal desak, Hanafi mazhabining qarshida hujja. Hatto mavquf desakmi, bu sahobaning so'zi fi hukm marfu' desak, o'chada hujjat bo'lishi kerak. Ya'ni hasan darajadagi hadis bo'lishi mumkin. Hüccet keraydigan rivayet. Van Abi Yusuf rahimahullah ennehu yecuz qiyasan ala şeceril xilaf. Abu Yusuf rahmetullahi alayhi shuna bir rivayet kelgan. Hayvanning uchisiga jo'nni setishga bo'ladi. Dalilimiz nima? Qiyas. Nimaga qiyas qildingiz? Şeceril xilaf, ya'ni majnun tal. Ay daraxtni kesilishga so'zlasi bo'ldi ekan. Hani bu kisada so'zlasi bo'ldi, sen bu so'zlashib turgan ekan, kesib bo'lgach azroq unishi mumkin. Lekin buni bir talashlar chiqdi. Ani joiz yo'q, mana joiz emas. Mesela şu Mecnun tal deymiz yoki masalan kuda. Na ustidan qirqib turgan narsalar shunga o'xshash. Qulna biz deymizki, Abu Yusuf rahmatullohi alayhi qarda alba kitobda tahlil bo'yicha raddiyat, lekin biz undan deymiz qiyasuka fi muqabilin nas. Hadis aniqba buni sasib olmaydi der. Shuni bu hadis to'g'richilar unga qarta qiyas qilsangiz bekor deymiz. Ma kuchliroq raddiya. Buni kitobda shajarul xilafi yanbutu min a'la. Bu majnun tal daraxti üst tarafidan o'sidi. Fatakunu ziyada fi mulkil mushtari. Bu o'sgan narsa mulkil mushtari ma bo'lsa, bu o'sgan narsa ushida bo'lgan ekan, bu mulkil mushtarida yuz bergan narsa. Lekin masxuh masalasi jun degan tidin usudi. Shu masalan, junni so'lashgandan keyin hayvonning ustiga jun hammani qop-qora bo'yab qo'ydik deydi. Ya qip-qizil bo'ydik. Bo'ygandan keyin 2-3 ga bir hafta o'sqanda oldi, tigidin shunda chiqqani, oq qo'ysa oq chiqadi, qizildiran ustida qolanda. Lekin va majnun talni bo'yab qo'ysaqcha, uchidan yop yeshil chiqadi. والصوف ينبت من أسفله فيحدث على ملك البائع فيختلطان. شونdan bu aralashib ketib qoladi. Shon bu qiyasmo darajai bo'lmaydi. Va amma al-lahmu fi ash-shati quyruqini setib olaman. So'ygandan keyin quyruqini kesib so'zlish. Masalan, yo bir samni, bir qo'lni deb so'zlasa, bu bo'lmaydi. Vajiz'an fi saqfin, yo turistga ishlatgan bir joyga ha unda vasa masalan, unda yog'ochlarni so'zlasa bo'lmaydi. Kesidigan joyini disim demisin. Mishari kesimizda jijib belgilisimi bo'lmaydi deydi. Nima uchun? Ashyaning jijiga yardım kesib nima qilsa, ko'pda tushib ketishi mumkin. Yoki o'lib tushishi mumkin. Ziyon bor bo'lsa. فلأنه لا يمكن تسليمه إلا بضرر لا يستحق عليه. Asli şu to'xtam mush ziyonni o'ziga olmagan. Mush narsani setilishdi-da, buning manda ziyon chiqdi, deb uning gapi qilishmagan holatda bunda bo'lg'achqa la yastahiqqu alay, ya'ni uning o'z ziyonni tortishi to'xtam taqozosi bo'yicha bo'lmagan. Yo'q deydi to'xtamda. To'xtam unda bo'lmagan ekan, bu odam qanday qiladi? Bir ehtimolda buni shunda kesib ilvatsak turishib ketgidek deb yeni o'lish mumkin. Hani yeni olgan bo'lgan ekan, nima bo'ldi? Bu so'da bo'lash bo'lmaslikdek bir qarang'ulik nimasi bo'ldi. U odam yeni oldi, shundan talash tortildi. Bundan keyin bo'lmaydi. Va kadalika zira'un min thawbin. Shundaqla, thawb degan ko'pincha holda unda rahmni ko'rsatadi. Tikilgan kiyim bo'lishi mumkin, tikilmagan rahm bo'lishi mumkin. Shundan bir gaz kesib so'dilish bo'lsa, miyada masalan tikilgan kiyimdan bir gaz deydi, bo'lmaydi. Masalan bir ko'ylakni bozorda chiqarib qo'ygan bo'lsa, o'sha yengni kesib pasla deb bunda so'dilasi bo'lmaydi. Chunki buni kessa ziyon chiqadi.
Ve hilyatin fi seyfin. Yani mesela bir şemşer olsa, bununla mesela yakut kondurulgan, altın yalıtılgan deyimiz her türlü bunun bağı. Aşındaki aşında zibuzinletlerini sorulası bulmaydı. Ne için? Aş yakut ne? Yak aşındaki altını çıkarmanda tan usa, akıdet su kıdılgan, yak buzu kıdılgan ol buluş mümkün. Ve in qala'ahu ve sallamahu qabla naqdil bey' caza. Ama soğudunu bika kılıp yetiştim burunla, ma şemşerdeki muş yakut, muş közünü deb so'zlashgan bo'lsa, bu odam shart qilib chiqib bilan mana desa, chatoq hisob qildi. Chunki bu yerda mufsid yo'qolib ketdi. Va laysa lil mushtari al-imtina'. Setuvchi yo olmayman. Bu aslida fasil savdolikda men olmayman deb turadi. Ya bu fasad yo'qolib ketdi hozir shartida chiqarib berdi. Va hada bi khilaf ma idza ba'ahu zira'an min kirbas. Kirbas degan shu chog'dagi bir paxta raqlar. Masalan biz hozir daki deymiz, qasi deymiz. Shunda raqlar, paxta raq. Shuningdan bir to'p raqni masalan 1 gaz yo 1 metr deb nima qilgan bo'lsa sadaqa yo'q, bo'lardi. Uni ziyon yo'q, shu raqni zadandan metrlab sotgan. Lekin ba'zan ziyonga uchraydigan raq bor. Masalan, biz bir shilpaq raq bor. 1 metr 10 sarjibama bir shimliq bor. Ya 2,5 metr shimkastulloq. Buningda 1,5 metrni setib paslar desa, 1,5 metr kessak bilan bu chatoq chiqadi. Ya bir shimliq raqni 1,5 metrni setib pasakchi, aqan laqtakulab galing chiqadi. Ziyon. Lekin bir to'p raq bo'lsa 30 metr, 1 metrdan 2 metrdan kesib sotib chatoq yo'q. Va asharata darahim, yani mavla nimani misallari kesib parchalab satsa ziyonsiz sotadigan narsa misallari. Bular o'qma o'xshash emas. Mesela ay bir topraqdan 1 metr satdı. Ya ki 10 dirahim min hadihi nuqra degan nokça altın. Ya kumushning aşında nokçaları. Bir parça uyul altın bulab qalsa, mushindan 5 gram çok paslarda çok pası buldu. Parçalab satqıl bulduğum bolsa. Haytı yecuz mana bunun caiz lanu la darar fihi. Çünkü bunda ziyan yok. Aynda parçalab satılgan narsa bu. Ve amma thawbun min thawbayni fali cehalatil mabi'. Lekin maraqning ikki parçaraqning birisini, shimkasning birisini desa bo'lmaydi. O'sha desa, u ikkisi farqli. Buni muayyan birisini bekitmadi. Bir kastum bor 1000 ko'yliq, birisi bor 500 ko'yliq. Ikkisini birisini deb 700 ga so'rlashgan bo'lsa, 5 ko'yliqni tanlab o'tsa, o'sha tutishib qoldi. ولو قال على أن يأخذ أيهما شاء جاز لعدم المنازعة. Qasını alsam hesap desa, o'sha talash bo'lmaydigan bo'lg'achqa kuchga ega bo'ladi, ya'ni batil fasid bo'lmaydi demoqchi. Shunga o'xshamasdan sadaqning ichidagi marvat olib qolsa, uni joiz emas deyiladi mazhabda. Nima uchun desa, sadaqni sundirish lozim. Ichidagi marvatni edish kerak. Yana shunda bir qatim to'tashsa, qancha baliqsa, manchqol deb nima qilsa bo'lmaydi deydi. Aş koydiki koyun kuyruğunu setip alaydı diyoruz. Ama bu kuyruğunu kesiş için qanday qilish lazım? Hayvanni o'tirish lazım. Yoki aybijanlarni kesish lazım. O tirik alat kesib setib bersa, o haram bo'ldi. Nega bo'lmaydi? Mayta hukmining hisobida. Ana uni bo'g'izlasa, kuyruqni 50 koyun közlep satkan bulan 2000 koyunluk koy uçakta ziyan bulmuş mümkün. Şu bu darar olan kulağın boğaşı bulmaydı. Lekin bunu qanday qilamiz da? Aş koyuna sizlar soysizlar, go'shtni boshqadan setib olamiz, men inshaalloh shu kuyruqni olaman deb va'da qilsa, so'ydi, undan keyin so'ygandan keyin xolis kuyruqni oladi, xolis yoqolmaydigan bo'ldim deb ketdi. O tirik koyunun ma'lum kuyruqni deb nima qassobdan tashqarab esib qo'ygan kuyruqni istadi. Yani mesela Anibazat bir misal vardı. Hafiz bin Sabra bir dua açtık vardı Haman'da. Muşun bir çarak sipaslar buldu. Bir çarakta caizler bu hadis. Ama başında bolsa caiz buldu. Çünkü onun ziyan yok. Kemçelik pırdan, canlı pırdan boğanlık. Müşahit olsun. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfirullah ve etûbü ileyk.